men axir har namozimda bejiz duo qilmayapman. Har namozimda Allohim meni farzandimni qorilardan qilgin. Shu joyga e'tibor qilsinlar savol sohiblari va bizni ko'rib turgan jamiki muxlislarimiz. Axir ona dedilar, men har namozimda Alloh taolodan so'ramayapmanmi? Ya'ni onamiz ham, buvimiz ham buni eshitar ekanlar. Ona, men namozimda duo qilmayapmanmi? Allohim meni farzandimni qorilardan ayla. Va dunyoda e'tibor qiling, dunyoda eng to'g'ri o'quvchi qorilardan qilgin deya Alloh taolodan shuni so'rayapman. Men bekorga so'rayapmanmi? Va shu sababdan men bu xato qiroatlarimni unga o'qitib, og'zini buzib qo'yib, u yoqda u qiynalmasin deyman. Axir meni duoyim bu dunyoda eng to'g'ri o'quvchilardan bo'lsin deya duo qilaman u degan edilar. Alloh taolodan tavfiq bo'lib, men shuni otamning og'zidan eshitganman. Demak, buni aytishligimiz otangiz sizga duo qilganmilar degan, ota-onangizning duolari qanaqa bo'lgan degan savol o'rinda aytayapmizki, ota-ona farzandlariga shuni so'rashligi kerak ekan. Meni o'g'lim to'g'ri o'qiydigan bo'lsin emas, balkim dunyoda to'g'ri o'qiydigan bo'lsin.